Sharqiy Turkiston tarixi. Muallifning qisqacha tarjimali. Muhammad Emin Bug'ra. 1901 yili Sharqiy Turkistonning Xotan shahar ichidagi Xalifalik O'yli mahallasida o'rtahol oilada dunyoga kelgan. Dadisi Fariddin Hojim. Xotanning mo'tavar diniy olimlaridan bo'lib, Muhammad Emin Bug'ra kichik chig'ida vafot bo'lib ketgan. 4 o'g'il, 2 qiz qarindishi bilan onasi Sekina Banu xonimning tarbiyasida cho'ng bo'ldi. Bug'ra 9 yoshida boshlang'ich maktabni, 21 yoshida Xotan va Qoraqoshdagi madrasalarda yuksak diniy ilmni, islom bilimlari sohasida putirdi. 1922 yildan 1933 yilga qadar Xotan va Qoraqoshda Qur'on, tafsir va hadis ilmlarida bosh madraslik vazifalarida bo'ldi. Ustun ilmiy qobiliyati va yiqimliq shaxsiyati bilan qisqa bir muddat ichida atrofda nom qozongan Muhammad Emin Bug'ra Sharqiy Turkiston xalqining atoqliq va hurmatga sazovar diniy zotlarga beriladigan, ya'ni Hazratim unvoni bilan ataldi. Bugunmu Sharqiy Turkiston xalqi marhumni, ya'ni Hazratim nomi bilan yod etmoqda. Muhammad Emin Bug'ra yosh chig'idan boshlabla Uyg'urcha, Arabcha va Farscha she'rlar yozishga boshlagan. Uning she'rlar to'plamida Arabcha va Farscha she'rlarni xeyli ko'p uchirtimiz. Buning bilan billa Muhammad Emin Bug'ra o'zini har fursatda zamonaviy ilmlar bilanmi yetishtirishga tirishgan. Shu davrlarda tashabbus qilingan, ya'ni ma'rifda yangilikqa ko'chish harakatini qo'llab-quvvatlagan. Ma'rifda yurgizilgan yangilik va islohotchilik tarafdori bo'lganligi tufaylidan shu zamonning mutassib kishilarining qarshiligiga va chetga qiqishiga uchragan. Muhammad Emin Bug'ra Qoraqoshda yosh mudarris va taliblarni tashkillab, zolim mustamlikchi Xitoy hukmdorlarining dahshatlik zulmi, milliy tengsizligi va ezishlaridan xalqimizni qandoq qutuldirish yo'lida chora-tadbir izladi. Buning uchun u ishni oldi bilan o'rganish, tekshirib, tadqiq qilish bilan boshlagan. Muhitdagi nihoyatda yetarsiz va oz imkonlardan foydalanishdan boshqa Xotandan Hindistonga berib kelib turadigan savdogarlar va Arabistonga borgan hojilar bilan tog'isining uyida o'tkazilgan suhbatlarni qiziqib anglagan. Bu kishilar chet eldan elib kelgan gazet jurnallarni o'qib, bilimini oshirib, dunyo vaziyatidan xabardor bo'lgan. Natijada ko'nglida o'z vatani va boshqa millatlarning tarixini tadqiq qilish zo'qi tug'ilgan. Bug'ra buning bilan cheklanib qolmay, 30-yili butun Sharqiy Turkistonning muhim shaharlarini aylanib chiqib, bu joylardagi Xitoy hukumatining kuchi va xalqning ruhiy holati qatorliq strategik vaziyatni o'zi bevosita ko'rib o'rgangan. Diniy va siyosiy jihatda mo'tabar Savut Damollam qatorliq zotlar bilan ko'rishib fikrlashgan. Natijada Xitoy zulmidan qutulish uchun Sharqiy Turkistonning u vaziyatida qurolliq milliy inqilobdan boshqa chora yo'q degan tonishga kelgan. Shuning bilan 1930-yilning oxirlarida Xotanda Muhammad Emin Bug'ra rahbarligida bir yoshurun, ya'ni Milliy inqilob komiteti tashkiloti qurildi. Bug'ra qo'mondonligida 1932-yili 2-oyning 20-kuni Qoraqoshda boshlangan milliy ozodlik inqilobi natijasida 1934-yili 7-oyga qadar g'arbda, Yangisardan tortib sharqda,
bo'lgan joylar Xitoy mustamlikchilardan ozod qilindi va butun Sharqiy Turkistonga yeyilgan milliy ozodlik inqilobiga moddiy va ma'naviy jihatda muhim yordam qilindi. Bu tarixdan boshlab Muhammad Emin Bug'ra Xotan mujohidlari bosh qo'mondoni bo'lib, ya'ni Amir Hazratim unvoni bilan chet elda bo'lsa, Xotan amri deb tonildi. 1934-yilining oxirida militarist Tungan Mahusanning hujumlaridan mag'lub bo'lib Hindistonga hijrat qildi. Hindiston va Afg'onistonning sharqiy Turkistonga chegirdosh bo'lgan Pamir va Vahat tog'liq rayonlarida, ya'ni qurolliq yig'ilish va yurtga qaytish faoliyatlarini elib bordi. Bu jarayonda bexatarlikni ko'zda tutib, Bug'ra Abdulla Xon Yorkandi degan ismni qo'llangan edi. Shuning bilan Afg'oniston va Kashmirning Sharqiy Turkistonga tutash bo'lgan, ya'ni Burug'ul jilg'isiga o'rnashib, bu yerdan partizanlik taktikasi bilan bir qism zimin egallab, Sharqiy Turkiston milliy ozodlik urushini davomlashtirishni qaror qildi. Lekin Afg'onistonning chegara rayonidagi, ya'ni Vahan qabilalaridan setib olgan qurollar va va'da qilingan boshqa yordamlar qo'lga kelmadi. G'arbiy Turkistonni besib olgan ruslar va Hindistonda avj elayotgan milliy ozodlik harakatlaridan qattiq andishaga tushgan inglizlar o'z chegaralari atrofida bu milliy ozodlik kuchqonlaridan, ya'ni Muhammad Emin Bug'raning qurolliq kurashlardan qattiq cho'chib ketishi tabiiy edi. Betaraflik siyosati ijro qilayotgan Afg'oniston hukumatimi bu haqda andishalik edi. Natijada Muhammad Emin Bug'ra 1 yil davom qilgan chegaradagi aktiv harakatlarni to'xtatib, Afg'onistonga chekinishga majbur bo'ldi va 1942-yilga qadar Kabul shahrida siyosiy mehmon sifati bilan yashadi. Bu fursatdan foydalanib, Sharqiy Turkiston tarixi haqida ilmiy tadqiqot ishlarini elib bordi. Xalqarodagi mashhur kitobxonlar va tarixiy tadqiqot o'rinlari bilan aloqalashib, material to'pladi. 4 yillik jafoliq emgak natijasida millati uchun tunji qitim o'z farzandining qalami bilan yozilgan Sharqiy Turkistonning atrofliq bir tarixi, ya'ni Sharqiy Turkiston tarixi kitobini yozib bitirdi. Muhammad Emin Bug'raning bu asrini yozganligiga yarim asrdan ko'proq vaqt bo'lgan bo'lsa-mu, oldi bilan Gomindangchilar, keyin Gongsandangchilar o'zining mustamlikchi hokimiyati uchun eng cho'ng xavf deb tunib kelmoqda. Bo'libmi, Sharqiy Turkistondagi milliy uyg'unish yalqinlagan sari ularning bu andishalari texmo oshmoqda. Xitoy Kommunist partiyasi ichidagi ideologiya tarbiya mutaxassisi bo'lgan Chen Buchuanning 1991-yili 8-oyning 23 va 24-kuni, ya'ni Xinjiang gazetida e'lon qilgan, ya'ni Sharqiy Turkiston tarixiga radiya degan uzun bayonotida mundaq deb yozilgan. Ya'ni Muhammad Emin Bug'ra bu kitobida yot millatlarning Uyg'urlarga qilgan iqtisodiy ekspluatatsiyasi va siyosiy zulmini pash qilib, yot davlat, ya'ni Jungoni demakchi, ning Xinjiangga tajovuz qilganligi ustida shikoyat qilib, buningdan keyin bu kitob vatanni suyish ingini o'stirish, millatimizning erkinligini qo'g'dab qilishda bir ulush kuch bo'lsa, bu men uchun iftixorlanarli ish bo'ladi degan. Demak, u bu yerda bu kitobni yozishdagi g'arzi o'z millatining vatanini, ya'ni mustaqil Sharqiy Turkistonni suyish, millatimning hayotini qo'g'dash, ozodligini qo'lga keltirish, angliqligini va aktivligini o'stirish ekanligini bayon qilgan. Qisqasi, Muhammad Emin burun qo'lga qurol elib
атаққа өтіп Шарқи Түркістан İslam Cumhuriyeti'ni barpo qilgan bo'lsa, qurolini tashlashga majbur bo'lgandan keyin kiyimmi qo'liga qalam elib, atalmış Şarqi Turkiston tarixini yezib, yana vatan birligini parchalash uchun xizmat qilgan. Gerçi shakli o'xshash bo'lmasa-mu, mohiyati tamoman birdek. U Şarqi Turkiston azaldan mustaqil davlat edi deb davrang solgan va qadimki vatanimizni Xitoyning bir qismi emas edi. Şarqi Turkiston azaldan mustaqil edi degan sapsatini kuchab targ'ib qilgan. Şarqi Turkiston ziyolilar va boshqa yoshlar orasida Türk millatchilik iqimining yomrab ketganida 1932-yillari Mamtimin Bug'ra yetakchiligida yuz bergan Şarqi Turkiston milliy ozodlik qo'zg'olonining qoldirgan ta'siri va keyincha uning yozgan, ya'ni Şarqi Turkiston tarixi degan kitobi asosiy ideologiyalik rol o'ynamoqda. Muhammed Emin bu kitapta Şarqi Turkiston xalq inqilobining maqsadini Jungoning asaratidan mangu qutulib, dunyodagi erkin millatlarga o'xshash erkin, azod turmushdan bahramon bo'lish degan. Bu Şarqi Turkistonda yangidan paydo bo'lgan milliy bo'lgunchiliklarning harakat nishoni. Shuning bilan billa burjuacha erkinlashtirish fikr iqimi deb ketdi. Tar millatchilik kayfiyati bir oz o'sib qoldi. Ayrim milliy bo'lgunchiliklar qutirab ketishdi. Muhammed Eminning, ya'ni Şarqi Turkiston tarixi kitobining cho'nqur ta'siri yangi boshdan oshkorlanishga boshladi. Har darajalik partiya rahbari organlari bu xavfning ig'irligini to'liq mo'ljarlab, buningga qarshi chora tadbir elishi lozim. Muhammed Emin Bug'ra 1937-yili Uyg'urcha, Arabcha va Farscha yozgan she'rlarining bir qismini o'z ichiga olgan Qasaidi Vataniya she'rlari to'plamini besib tarqatdi. Muhammed Emin Bug'ra Şarqi Turkiston milliy ozodlik inqilobining mag'lub bo'lishidagi sabablardan birisi inqilob qo'shinida zamonaviy bilimga ega kishilarning yo'q degidek oz bo'lganligini tunutib yetganligidan muhojiratdagi Şarqi Turkistonlik yoshlardan bir qanchisini Afg'onistonga elib kelib fanniy maktablarda o'qitdi va bulardan ba'zilarini Turkiyaga avatib harbiy maktabda o'qitdi. Ikkinchi dunyo urushi jarayonida Şarqi Turkistonning siyosiy vaziyatida cho'ng o'zgarishlar yuz berdi. Muhammed Emin Bug'ra bu o'zgarishlardan foydalanish bilan vaziyatga moslashib Şarqi Turkiston milliy ozodlik ko'rishini, ya'ni qalam ko'rishi yo'li bilan, ya'ni siyosiy va ideaviy saplarda elib berishning vaqti ekanligini his qildi va Xitoy hukumati bilan dialog o'rnatishning yo'llarini tadqiq qilishga boshladi. Shu paytda, ya'ni 1940-yili Aysa Yusuf Olibtekin Xitoy musulmonlari do'stlik hay'atining boshlig'i bo'lib, Afg'onistonga kelgan edi. Muhammed Emin Bug'ra bu fursatdan foydalanib Xitoy hukumati bilan aloqa qilish yo'llari haqida Aysa Olibtekin bilan uzun muzokaralar elib berib, bir fikrga kelishdi. Muhammed Emin Bug'ra xotirasida bu muzokarani mundaq deb yozadi. Ya'ni Aysa Bagdin Jonkayshi qatorliq Xitoyning muhim rahbarlariga xat yozib avatdim. Bir mazgildan keyin Xitoy hukumatidan mening Hindistonga kelib Jungo Turkiston o'rtaq manfaatlari uchun xizmat qilishimga qo'shilganligini bildirib javob xat keldi. Muhammed Emin Bug'ra faoliyatlarini texmo erkin va keng tasha ilib berish uchun 1942-yili Hindistonning Peshawar shahriga keldi. Bu qitim Kalkuttadagi Xitoy konsuli Xitoy markaziy hukumatining Muhammed Emin Bug'raning Hindistonda turishiga qo'shilmaydiganligini va chopsanroq Xitoyga ketishini talab qilmoqda edi.
Muhammad Emin Bug'ra Xitoyga berishni rad qiladi. Natijada Hindiston xalqining milliy ozodlik harakatlarini bostirayotgan ingliz doiralari Yapon urushining Hindistonga yaqinlashib kelayotgan bir mezgilida Muhammad Emin Bug'ra dek bir milliy ozodlik rahbarini, ya'ni xatarlik unsur deb Peshawar markaziy turmusida nazorat ostiga oldi. 1943-yili 1-oyning 8-kuni Xitoyga ketish sharti bilan qo'yib berildi. Muhammad Emin Bug'ra 1945-yilga qadar Chongqing, ya'ni Xitoyning urush mezgilidagi poytaxtida turdi. Bu mezgilda Xitoy istilochilarining hukmdorlari bilan yuzma-yuz turib, siyosiy milliy inqilob ilib bordi. Siyosiy va ijtimoiy tashkilotlarda Sharqiy Turkistonning milliy ozodlik davosini anglatdi. Muhammad Emin Bug'raning kelishidan ilgari Xitoyga kelib, o'ltiraqlashgan milliy mujohid sabdoshlari doktor, ya'ni Mas'ud Sabri Bayquzi, Aysa Yusuf Aliptekin, Qodir Afandi, Samani va İsmail Afandi qatorliqlar bilan, ya'ni yurtdoshlar jamiyatida siyosiy sohada birlikda kurash qildi. Xitoy xalq ommasiga Sharqiy Turkiston masalasini tunishtirish, hukumat beshidagi Gomindang partiyasining Sharqiy Turkistonga qarata yurgizayotgan, ya'ni cho'ng Xitoy millatchilik siyosatini fosh qilish va uningga birlikda qarshi turishni qo'lga keltirish uchun Xitoy nashriyot, axborot organlarida, Xitoycha chiqadigan gazet jurnallarda maqolalar yozib e'lon qildi. Bu maqolalar Xitoy afkor ommasi orasida zo'r ta'sir qo'zg'adi. Qalam kurashlari davomida eng kuchli ta'sir paydo qilgan maqolalardan biri 1944-yili 10-oyning 12-kuni Chongqingda chiqadigan hukumatning organ gazeti, ya'ni Dagunbaoda e'lon qilingan, ya'ni Xinjiang emas, Sharqiy Turkiston va Sharqiy Turkistonliklar Turkdir degan mavzulardagi maqolalar e'lon qilindi. Ilmiy bas munozara shaklda davom qilgan bu maqolalar Muhammad Emin Bug'raning atoqli Xitoy millatchisi, tarix olimi Li Dongfangning Sharqiy Turkistonni Xitoyning bir parchasi deb o'ttirg'a qo'ygan, ya'ni Dagunbaodagi maqolasiga radiya berib yozilgan maqolalari edi. Muhammad Emin Bug'raning ilmiy asosda va butunlay Xitoy tarixiy materiallarini paket qilib radiya bergan bu maqolalar oldida Li Dongfang, ya'ni javobsiz qoldi va o'zining mag'lub bo'lganligini e'tirof qildi. Buningga o'xshash ilmiy va oshkora munozirlar Xitoy parlamentida Xitoyning dohisi Sun Jungsanning o'g'li doktor Sun boshchiligidagi bir turkum parlament a'zolaridan tarkib topgan Sharqiy Turkiston davosiga hissdoshlik qiladigan bir guruhning maydonga chiqishiga sabab bo'ldi. Xitoyning atoqli olimlaridan tarixshunos Jambujan, tilshunos Gomuru va Majunginlar Bug'rani yo'qlab kelib, tabrikladi va hissdoshlik qildi. Muhammad Emin Bug'ra 1943-yili Xitoyning asosiy qonun tuzib chiqish qurultayiga sabdoshlari bilan birlikda Sharqiy Turkiston masalasini o'z ichiga olgan bir taklif loyihasini berdi. Bu taklif loyihasining muhim moddalarida Xinjiang degan so'zni Turkiston deb tuzilishni hamda Turkiston millatining turk ekanligini ochiq va aniq bir shaklda o'ttirib qo'yishni talab qildi. 1945-yili Xitoyda yolg'iz bir partiya hokimiyat beshida bo'lgan tuzumdagi Gomindangning cho'ng qurultayida Xitoy davlat boshlig'i Sharqiy Turkistonga qarshi qaror chiqarmoqchi bo'lganda majlisdagi Sharqiy Turkiston vakillari buningga norozilik bildirib majlisni tashlab chiqib ketishdi.
ya'ni boyqut qilishni qaror qilganda Muhammad Emin Bug'ra qilcha ishkilanmasdan Xitoy davlat boshlig'i qatnashgan qurultayni norozilik bildirib tashlab chiqib ketgan. Bu Xitoyning qurultayida ilgari ko'rilib boqmagan bir norozilik harakati edi. Muhammad Emin Bug'ra bu hodisa haqida xotirasida mundaq deb yozgan. Ya'ni majlis boshladi. Men majlis raisi o'tirgan sahna oldiga keldim. Yig'in zaliga bir qarab chiqdim va udul mang'an petim zaldan yurib, yig'inni tashlab chiqib ketdim. Bütün vakillar menga hayronlik bilan qarab qolishdi. Bu bir, ya'ni boyqut e'lon qilishga o'xshash harakat bo'ldi. Mendek yolg'iz bir kishining majlisni tark etib chiqib ketishiga boshqalar ancha parvomi qilmas edi. Lekin men buni vatanim uchun bir sharaf namoyishi deb bilib, oqibatining nima bo'lishiga hech parvo qilmasdan bu harakatni qildim. Muhammad Emin Bug'raning yuqorqidek faoliyatlari natijasida Xitoy markaziy hukumati Sharqiy Turkiston to'g'risidagi ba'zi masalalarda texmo rasional bir siyosat ijro qilishning kerakligini sezdi. 1945 yilining oxirida Muhammad Emin Bug'ra Sharqiy Turkistonga keldi. Sharqiy Turkistonda vaziyat bakmo og'ir edi. Gomindang markaziy hukumati Sharqiy Turkiston masalasida butunlay ikki yuzlamachilik siyosat yurgizmoqda edi. Ishlar eg'izda bir xil va amaliyotda boshqa bir xil ijro qilinmoqda edi. Va'da qilingan islohotlarning hammasi qog'oz yuzida qoldi. Xitoy hokimiyati Sharqiy Turkiston xalqini ikkinchi sinf fuqaro qatorida tuvan ko'rib, haqoratlab muomala qiladi. Sharqiy Turkistonning milliy boyligini ochiqdan ochiq talon-taroj qilib, ichkariga to'shimoqda edi. Muhammad Emin Bug'ra Xitoy hukumatining bu qilmishlarga qarshi faoliyat boshladi. Buning uchun oldi bilan milliy uyg'unish, milliy saviyani yuksaklaştirishni asos qilgan oqartish faoliyatlarini elib bordi. Xitoydan yangi qaytib kelgan sabdoshlari Mas'ud Sabri va Aysa Olibtekin bilan birlikda Oltay jurnali va Arik kunlik gazetida maqolalar e'lon qilib, millatni uyg'otish faoliyatlarini texmo keng qanot yoydirdi. Bu faoliyatlar qisqa bir vaqt ichida meva berishga boshladi. Bu vaziyatda Muhammad Emin Bug'ra Sharqiy Turkistonda bir siyosiy partiya qurishning payti kelganligini sezdi va ya'ni Sharqiy Turkiston millatchi partiyasini qurishning oldingi bosqichini tamomladi. Bu qitim Rus konsuli va Xitoy hukumat doiralari buningga qattiq norozilik bildirib qarshi chiqdi. Natijada partiya rasmiy faoliyatga o'talmadi. Xitoy maxfiy soqchilari Muhammad Emin Bug'raning harakatlarini kuzatishga boshladi. Xotanda saylam ishlarini ko'zdan kechirishga borganda Xitoy soqchi idorasi tarafidan planlanayotgan Muhammad Emin Bug'rani o'ldirib etish suiqasd plani pash bo'lib qoldi. Keriyada Muhammad Emin Bug'rani qarshi elish uchun yig'ilgan xalq ustiga Xitoy askarlari o'q chiqarib 7 kishini o'ldiribdi. Muhammad Emin Bug'ra Sharqiy Turkistonda 1947-yili qurilgan o'lkalik hukumat a'zosi va ta'minot nozirligiga tayin qilindi. Shundaqla, ya'ni Arik gazetining bosh muharriri va Uyg'ur uyushmasi ilmiy hay'at raisi qatorliq vazifalarda bo'lgan. Örümçi Darul Fonining faxriy professor unvoni bilan dars bergan va bir qancha ilmiy konferanslarda dokladlar bergan. Universitet tarixida tunji qitim, ya'ni atom energiyasi ustida ilmiy leksiya so'zlab ko'p ta'sir qo'zg'agan.
1948 yili 12 ayning 29 kuni o'lkalik hukumatning muavin raisligiga tayinlangan. 1949 yili 11 ayning 12 kuni Sharqiy Turkiston Xitoy kommunistlari tarafidan istilo qilinganda, oilasi va bir qism sabdoshlari bilan Hindistonga hijrat qildi va shuning bilan Muhammad Emin Bug'roning ikkinchi muhojirat hayoti boshlandi. Bu jarayonda kommunist dashtidan vatanni va bari yo'q har narsasini tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan minglarcha Sharq Turkistonlik Kashmirga yig'ilgan edi. Bular uchun darhol bir insoniy yordam, ya'ni yemak ichmak va boshlarini qo'yib yotqidek bir makon tepish kerak edi. G'arbiy Tibetda yana yuzlarcha kishi panoh tilab chegaradan o'tish uchun to'plangan edi. Ular oradan qo'g'lab kelayotgan Xitoy askarlari va chegarani to'sib turayotgan Hindiston chegara qismlari o'rtasida qisilib qolgan edi. Mana bularni darhol hal qilish uchun chora tepish muhojirimiz uchun hayot mamotliq bir masala edi. Muhammad Emin Bug'ro ahvolga ko'ra ba'zida, ya'ni Sharqiy Turkiston Millatchi partiyasi boshlig'i, ya'ni sobiq Sharqiy Turkiston umumiy vali muavini va ba'zida, ya'ni pana hayot mamotliq bir masala edi. Muhammad Emin Bug'ro ahvolga ko'ra ba'zida, ya'ni Sharqiy Turkiston Millatchi partiyasi boshlig'i, ya'ni sobiq Sharqiy Turkiston umumiy vali muavini va ba'zida, ya'ni panoh tilab chiqqan yurtdoshlarining vakili sifatida Kashmir hukumat arboblari bilan Hindiston hukumati va tashqi ishlari ministerligi bilan aloqa bog'lab muzokaralar olib bordi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Turkiya Jumhuriyati hukumatiga murojaat qildi. Muhammad Emin Bug'roning Aysa Olibdikin va boshqa sabdoshlari bilan birlikda ilib borgan jafoliq tirishchanliklari qisqa bir vaqt ichida natija berdi va muhojirlar vaqtliq bo'lsa-mu Hindiston hukumatining qulaylik yaratib berishga erishdi. Turkiya hukumatiga orqa-orqadan iltimos qilib, muhojirlarimizni Turkiyaga qabul qilishni talab qildi. 1952 yili 3-oyning 13 kuni Turkiya hukumati Ministrlar kabineti rasmiy qarornoma ma'qullab, 1850 nafar Sharq Turkistonlik panoh tilab qoluvchilarni, ya'ni iskonliq, ya'ni o'ltiraqlashgan ko'chman sifati bilan Turkiyaga kelib yerlashishni qabul qildi. Shundaqla yuqorqidek 1949 va 1952 yillari orasida Saudiya Arabistoniga berib turgan yurtdoshlarimizning iqomat, ya'ni o'ltiraqlashish ruxsati masalalarini yuqorqidek tirishchanliklar bilan hal qildi. Muhammad Emin Bug'ro 1952 yili Turkiyaga keldi va 1955 yili Turkiya Jumhuriyati fuqaroligiga o'tdi. Bu dunyoda, ya'ni so'g'uq urushining toza avj olgan davri bo'lib, Turkiya, ya'ni g'arb dunyo safiga mansub bo'lgan va Koreya, ya'ni Chavshan urushiga qatnashgan edi. Bug'ro bu vaziyatda Sovet Rossiya va Xitoy kommunistlariga birlikda qarshi turishning muhimligini tashabbus qilgan va G'arbiy Turkistonlik, Kavkasiya, Idil Oral va Ozarbayjonlik milliy rahbarlar bilan, ya'ni Turk birligi, ya'ni Turk o'rtaq frontiga o'xshash tashkilotlarni qurishga kuch chiqarib, 1953 yili Istanbulda Turkcha, ya'ni Turkiston ismli oylik jurnal chiqardi. Shundaqla Sharqiy Turkiston xalqining davosini va jafoliq kurashlarini Turk xalqiga va butun dunyo jamoatchiligiga anglatish uchun armay talmay ishladi. 1956 yili turkcha va inglizcha tillarida,
ya'ni Turkiston ovozi ismli jurnalni chiqardi. Arab va Osiyo davlatlariga berib, vatan davosini anglatdi. Uning, ya'ni Ozodlik radiosi va Amerika ovozi qatorliq radiolardan so'zlagan turkcha, arabcha va farscha nutqlari O'rta va Yaqin Sharqda, butun dunyoda va Sharqi Turkistonda yangradi. 1952 yilidan boshlab Dunyo islom tashkilotining Sharqi Turkiston vakili bo'ldi. Bu tashkilotning Makka, Bag'dod, Karachi, Tahrat va Qohira qatorliq yig'inlarga qatnashdi. 1958 yili dunyo jamoatchiligining va bo'libmi islom dunyosining qo'llashini qo'lga keltirish uchun favqulodda kuch sarf qildi. Muhammad Emin Bug'ra shu yillarida 1952 yili Istanbul va ya'ni Doğu Turkistonning tarixiy, jug'rafiyasi va shimdiki durumu, 1954 yili İstanbul, ya'ni Doğu Turkistonning hurriyat davosi va Çin siyosati asarlarini nashr qildi. Bulardan keyingi Tayvan, ya'ni Gomindang hukumati bilan Arbobi Jujahua bilan Sharqi Turkiston haqida elib boradigan munozirlarni o'z ichiga olgan bo'lib, bu har 2 asr Cumhuriyet turkchasidan inglizchaga tarjima qilindi. Undan boshqa shu chog'lardagi Gomindangning Turkiyada turishliq elchisining Sharqi Turkiston haqidagi yolg'on yavodoq bayonotlarga qarata radiya berib maqolalar e'lon qildi. Muhammad Emin Bug'ra mayli yosh talib yoki mudarrislik chog'larida bo'lsin, mayli Urumchida, Chongqingda, mayli Kashmirda, Pamir tog'larida bo'lsin, Anqarada hayotining oxirgi kunlarigacha bo'lsin, Uyg'urcha, Turkcha, Arabcha, Farscha matbuotlarda e'lon qilingan va yoki e'lon qilinmagan 1400 misraga yaqin she'rlarda boshdan oxir qilchi ishkilanmasdan o'zining pok vijdonini, vatan millat uchun borliqini beg'ishlashdek jasur ruhini ifodaladi. Uning Pamir tog'laridagi safari jarayonidagi jafoliq kechirmishlarini bayon qilgan Ipak dostoni, ya'ni Shunqorim nomli lirik she'ri, ya'ni Vatan bizningdir qatorliq she'rlari xalqning qayg'usi bilan tang qayg'urib, xalqning dardi bilan tang yig'laydigan ichki ruhiy dunyosini ichib bersa, ya'ni o'yg'on millat, silkin, to'plan qatorliq she'rlari millatni hurlik, ozodlik va erkinlik uchun kurashga chaqirgan jangovar she'rlardir. Bug'raning turk shaklda yozgan she'ri tilining rangdorligi, stilistik vositalarining boyligi, lirik hissiyotining kuchlikligi va turoq vaziyat qopiyalarining mukammalligi bilan Uyg'ur she'riyatida mangu unutilmaydigan adabiy qimmatini namoyon qilmoqda. Muhammad Emin Bug'raning butun hayotidan millat va vatan yo'lida jafo mushaqqatlik tillarga doston bo'ladigan, qilichi va qalami bilan ilib borgan keskin kurashlar bilan to'lgan u shaxsiy hayotida mustahkam iroda bilan oddiy sodda yashadi. Bu jasur irodasini cho'ng umidlar bilan davom qilayotgan bir chog'da uning harmas yuragi 1965 yili 6 oyning 14 kuni tush vaqti bilan Anqaradagi uyida silishdan to'xtadi. Marhumning jinosi rasmiy davlat murosimi bilan Turkiya Cumhuriyetining al bayrog'i va Sharqiy Turkistonning ko'k bayrog'ini yup qilib Anqaradagi asriy mozorliqida dafna qilindi. Bugun Bug'raning tuproq beshi Anqaraga yo'li tushgan har qandoq bir Sharqiy Turkistonlikning cho'qim ziyorat qiladigan bir yeri bo'lib qoldi. Yotgan yeri jannatda bo'lsin. Amin.